Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Uzanavigatsiya markazining hurmatli obunachilari. Доброе утро, уважаемые наши подписчики. Мы начинаем новогодний розыгрыш, посвященный 35-летию нашего центра Узаэронавигация. Kirib kelayotgan yangi yilingiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Поздравляем всех с наступающим Новым годом. Новый год – время, когда особенно хочется верить в чудеса, дарить добро, дарить поддержку. И сегодня мы с вами здесь, в этом зале, в прямом эфире собрались именно для этого. Telegram kanalimizdan aktiv kuzatib borayotganingiz uchun minnatdormiz. Спасибо, что вы с нами, что вы поддерживаете нас, что вы смотрите, наблюдаете за нами. И вкратце хотела бы напомнить какие были условия нашего конкурса. Их было всего лишь два. Это подписаться на наш телеграм-канал и зарегистрироваться в нашем новогоднем праздничном боте. Среди всех зарегистрировавшихся участников мы выберем только 3 с помощью нашего рандомайзера. Оговорочка 5. 5 kishini tanlab olamiz. Umumiy ro'yxatdan o'tganlar soni 319 ta. Ko'rib turganingizdek ekranda barchani ID raqami ko'rsatilgan. Еще хотела бы напомнить, что после выявления номера мы свяжемся с человеком, с участником, который привязан к этому уникальному номеру. Попыток будет 2, то есть после 2-го звонка, если мы с вами не свяжемся, вы не поднимете трубку, мы должны будем выбрать другого участника. Поэтому убедительная просьба, пожалуйста, будьте на связи, берите свои телефоны, гаджеты и наблюдайте за нами, будьте с нами, возможно, победитель именно вы. Yana bir bor eslatib o'tamiz, telefoningiz yoningizda bo'lsin. Biz 2 marotaba g'olibga telefon qilamiz. Agar javob bo'lmasa, randomizerni aylantirib boshqa g'olibni aniqlashimizga to'g'ri keladi. Hurmatli obunachilar, telefoningiz yoningizda bo'lsin. Ну что, с волнением, с настроением мы начинаем новогодний наш розыгрыш и крутим наш рандомайзер. Выявляем первого участника. Ух ты! HB 35117. Sobirjon Sobirov Davlatnazar o'g'li. Tabriklaymiz, siz bizning birinchi g'olibimiz bo'ldingiz. Сейчас наши администраторы попробуют связаться с Sobirjon Davlatnazarov o'g'li. Ko'tarmayaptilar. Возможно, Sobirjon спит. Hamma bayram kayfiyatida narsa pishirib yotibdi. Yana bir bor. Так, 2-я попытка. И мы должны будем выбрать другого участника. Hayajonli daqiqalar. Я не удивлюсь, если сейчас придет смс-ка, напишите в Telegram. Sobirjon aka. Ko'tarmadilar. К сожалению, мы не смогли связаться с первым нашим победителем. Он мог бы быть победителем, но, наверное, удача принадлежит другому человеку, и мы опять прокрутим наш барабан. Hayajonli daqiqalar. Keyingi ishtirokchimiz. Aniqroq aytadigan bo'lsak, birinchi g'olibimiz hali aniqlandi, lekin ko'tarilmadi. O'ttiz 256 ID raqamli ishtirokchimiz Sobirov Sardor Rajabbayevich. Tabriklaymiz, siz birinchi sovg'amizning g'olibi bo'ldingiz. Hozir sizga qo'ng'iroq qilamiz. Agar qo'ng'irog'imizga javob bersangiz. Да, bersangiz. Уважаемые участники,
Пожалуйста, будьте на связи. Так, наши администраторы звонят. Ну, тут два варианта. Либо у человека горят дедлайны, и он слишком загружен в работе, либо он просто спит. Так, давайте вторую попытку. Ikkinchi marotaba telefon qilamiz. Afsus. Sardor aka, ko'tarmadingiz. Ну, как говорит, Бог любит троицу квадрат. Да. Давайте третий раз попробуем. И выигрывает участник под номером 35336 Турсунова Гульноза Фарходжон кызы. Гульноз Фархадовна, убедительная просьба. Я знаю, вы смотрите, наблюдаете. Поднимите, пожалуйста, трубку с первого раза. Я сама хочу с вами поговорить. Женщина, они ответственные. Она сейчас поднимет, вот увидишь. Ko'ramiz, ko'tararmi kalla. Ko'taradilar. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'za navigatsiya markazidan qo'ng'iroq qilamiz. Siz jonli efirdasiz. Gulnoz opa, O'za navigatsiya markazi Telegram botidan ro'yxatdan o'tganmidingiz? Ha, o'tgandik. Ha, sizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Siz birinchi sovg'amizning g'olibi bo'ldingiz. Aha. Bayram tabrigi yoki tilaklaringiz bo'lsa bildirishingiz mumkin. Hammaga kirib keladigan yangi 2006 bilan tabriklayman. Gulnoz opa, assalomu alaykum. Qaysi viloyatdansiz? Farg'onadan. Farg'onadan. Farg'onaga bugun sizni Uzayra navigatsiya tomonidan tayyorlangan sovg'amiz yetib boradi. Bugunning o'zidayoq sizga chiqarib yuboramiz. Xursandmisiz? Ha, xursandman. Rahmat sizga. Kirib kelayotgan yangi yilingiz muborak bo'lsin. Sizlarga ham rahmat. Sizlarga ham bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Ha. Ура! Начало положено. Birinchi g'olibimiz aniqlandi va nihoyat. Так. Navbat ikkinchi ishtirokchiga. Ikkinchi ishtirokchi. Barabanni ikkinchi aylantiramiz. g'olibni aniqlaymiz. И побеждает участница под номером 35315 Белоногова Татьяна Владимировна. Сейчас мы Tabriklaymiz. попытаемся позвонить, и я с ней поговорю. Tatyana Vladimirovna, tabriklaymiz. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит центр Узера навигация. Вы в прямом Да. эфире. А я Я догадываюсь. по вашему голосу я догадываюсь, что вы за нами наблюдали на прямом эфире. Это правда? Я видела, да, что вы начали эфир, но, к сожалению, не получается постоянно смотреть его. Классно. Татьяна Владимировна, мы вас поздравляем. Вы наш второй победитель. Спасибо большое, я очень рада, спасибо. Скажите, пожалуйста, с какого вы города? Ташкент. Классно. Мы сегодня же передадим вам наш мерч от Узайра Навигация.
Что передадите еще раз повторить? Мерч, наши подарки. Ага. Наши администраторы после эфира с вами свяжутся и доставят вам наши подарки. Да, хорошо, спасибо большое, я очень рада. Я всех поздравляю вас с наступающим Новым годом. Крепкого здоровья, огромного счастья всем. Спасибо большое, взаимно. Хорошего вам дня и классно встретить Новый год. Спасибо большое, вас тоже с наступающим. Спасибо. Хорошего Нового года. До свидания. До свидания. До свидания, спасибо. Вот все-таки женщины, они более ответственные. Так, у нас осталось 3 мерча, 3 подарка. Что sovg'amiz qoldi? Продолжаем? Давайте. Aylantiramiz. O'ttiz besh to'rt yuz o'n besh. Hikmatov Akbar Нет. Ahmadjon o'g'li. Akbar Hikmatov Ahmadjon o'g'li. Tabriklaymiz. Kimligini ham bilamiz. Kim ekan? Men bilmayman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Akbar aka, primoy efirdasiz. Aha. Tabriklaymiz, siz 3-sovg'amizni g'olibi bo'ldingiz. Nima yetimman? Endi ochganda O'zaro ko'rasiz sovg'ani. navigatsiyadan maxsus sovg'a yutdingiz. Bo'ldi. Akbar aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum, xonimlar. Yaxshimisiz? Nima qilyaptidingiz? Bezovta qilmadikmi sizni? Endi kelib to'xtadim, ha? El xizmatida. Yaxshi. Hamma ham uxlamayotgan ekan. Bundan oldin 2 kishiga telefon qildik, ko'tarishmadi. Ha, uxlab yotishibdi. Biz kutdik bu kunni biza. Ko'rdingizmi? Qorasi deril kutdik biza. Akbar aka, Oh, bu tilaklaringiz bo'lsa aytishingiz mumkin jonli efirda. Hamma eshitib turibdi. bu kelayotgan yangi yil hammamizga barakali kelsin. Eski yilda ushalmagan niyat, orzular ham kelayotgan yilda ushalsin. Hammaga omad. Bo'ldi, rahmat. Sevelasizlar. Bo'ldi. Rahmat kattakon. Charchamang. Yangi yillar Salomat bilan. bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Xo'p, sog' bo'ling. И у нас наконец-то мужчина-победитель. С первого раза. первого Birinchi marta раза. ko'tardilar telefonni. Так, мы разыграли 3 подарка. 3 подарка. У нас еще 2. Давайте крутить барабан. o'ttiz besh uch yuz yetmish ikki Ahmadaliyev Avazbek Baxtiyor o'g'li. Sizni tabriklaymiz. 4-sovg'amiz g'olibi bo'ldingiz. Qo'ng'iroq qilishga uryapmiz hozir. Iltimos telefoningiz yoningizda bo'lsin. El xizmatida bo'lsalar, bu kishi ham Akbar akaga o'xshab El xizmatida. ko'taradilar. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uzanavigatsiya markazidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Jonli efirdasiz. Avazbek aka? Labbay. Uzanavigatsiya markazi Telegram botoni ro'yxatdan o'tganmidingiz? Ro'yxatdan o'tgandim. Hozir jonli efirda ko'rib o'tirgan. Ura! Sizga Tabriklaymiz. salom yo'llayapmiz. Siz uchun qalbimizdan tabriklaymiz. Siz 4-sovg'amiz g'olibi bo'ldingiz. Rahmat. Bayram tabriki yoki tilaklaringiz bo'lsa aytishingiz mumkin. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum hammaga. Kelayotgan yangi yil bilan hammani chin qalbimdan tabriklayman. Xo'p, shu bilan birga Uzayra navigatsiya markazini ham shunday konkurslarda tayyorlagani uchun rahmat deb qolaman. Kelayotgan 2026-yilda hammaga omadli bo'lsin. Vatanimiz bundan ham rivojlansin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Hammaga rahmat. Rahmat. Aytganingiz Aytganingiz kelsin, kelsin. rahmat. Siz bilan moderatorlar sovg'ani qanaqa yetkazib berish bo'yicha
qo'ng'iroq qilishadi. Qayerdansiz Avazbek aka? Farg'ona viloyati Rishton tumani. Siz Farg'onadan ikkinchi ishtirokchimiz. Farg'onaliklar bugun Ikkita sovg'ani olib juda kelishdi. aktiv bugun Farg'onaliklar. Avazbek aka, sizga rahmat. Ishtirokingiz uchun rahmat. Xayrli kun tilaymiz. Siz bilan moderatorlarimiz bog'lanib, bugunni o'zidayoq sovg'ani qo'lingizga topshirishadi nasib bo'lsa. O'zim shu yerdaman. Shu undan ham zo'r bo'lmasa yugurmas ekanmiz. Bo'ldi. Salomat Rahmat. bo'ling. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Так. Oxirgi Та-да-да-да-да. Последний подарок. Ты зарегистрирован в боте? Ha. Я Siz-chi? тоже. Да. O'zimizga tushib qolsa nima qilamiz? O'zimizga tushib qolsa qaytadan o'ynaymiz. Bo'ldi. Lekin menga umrim bo'yi hech qachon yutmaganman. Men yutganman. Men ishonchim yutmasligimga ishonchim komil. Men jvachka yutib olganman. Lekin men unaqa yutgandan yutmagan yaxshi. To'ppa-to'g'ri. Lekinchi men yutmasligimga amin bo'lsam ham, menda qanaqadir bugun ko'tarinki kayfiyat, chunki men bundan oldin to'g'ridan to'g'ri efirda ishtirok etmaganman. Bu bir. Ikkinchisi, odamlarga yangi yil oldi qorbobodek sovg'a, quvonch, emotsiya, yaxshi kayfiyat ulashmaganman. Men mana shundan juda ham xursandman. Da, menda ham birinchisi. Прямой эфир, jonli ijroda. Я надеюсь, наш блин никомым. Если нет, покидайте реакции. Так, итак, наш в авиации не говорят последний. Наш крайний участник, который заберет наш 5-й мерч. Так, крутим барабан. Oxirgi sovg'a. Man emas dedim-ku. Итак, выигрывает участник под номером 35314. Бегманов Нуриддин Худайбердиоğlu. Сейчас наши модераторы звонят, передадут нам трубочку. Nuriddin aka, telefon qolmiz. Ko'taring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nuriddin aka, sizni Uzayra navigatsiyadan bezovta qilyapmiz. Hozir to'g'ridan to'g'ri efirdasiz. Aha, eshitaman. Bizni Telegram botimizda ro'yxatdan o'tgan ekansiz. Ha, o'tganman. Hozir eng oxirgi, eng so'nggi sovg'amiz sizga ekan, sizga nasib qilgan ekan. Voy, jo'za, rahmat katta. Xursandmisiz? Xursandman albatta. Biz ham juda ham xursandmiz. Sizga xursandchilik ulashganimiz uchun. Nuriddin aka, aytingchi, siz qaysi viloyatdansiz? Toshkent viloyatidanman. O'xti, zo'r. Bizga yetkazib berish oson bo'lar ekan. Nuriddin aka, to'g'ridan to'g'ri efirdasiz. Agar tilaklaringiz, istaklaringiz, yangi yil bilan balki tabriklaringiz bo'lsa, biz sizni eshitamiz. Uzayra navigatsiya xodimlarining hammasini chin qalbimdan yangi yil bilan tabriklayman. Iloyim keyingi yil ham hamma orzu niyatlarimizga yetishaylik. Dispetcherlarimiz vaqtimizga sog' bo'lsin. Eng muhimi. Sog'lik, salomatlik tilayman hammaga. Rahmat Nuriddin aka, salomat bo'ling. Efirdan keyin moderatorlarimiz siz bilan bog'lanib, sovg'ani bugunning o'zidayoq qo'lingizga topshirishadi. Bo'ldi, rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p. Sog' bo'ling, rahmat. Итак, мы завершили сегодняшний наш очень волнительный первый для нас Да, для и нас. праздничный для вас прямой эфир. Я поблагодарю всех участников, которые участвовали, регистрировались, проявляли активность. Для нас это очень ценно, мы это очень ценим, даже если вы сегодня не выиграли. Мы вас всех видели, вас очень много, и спасибо вам за эту активность. Da. G'olib bo'lganlarni chin qalbimizdan tabriklaymiz. To'g'ri aytdilar.
Главное, участие не победа. Hamma aktiv bo'lganlarga kattakon rahmat aytamiz. И, конечно же, в конце, как же без поздравлений, мы хотим от имени нашей большой, дружной, инициативной команды Центра Узари Навигация поздравляем вас с новым 2026 годом. Пусть он будет для вас самым счастливым, самым удачным, принесет новые яркие эмоции и везение, счастье, и достижение новых целей, и всего самого-самого хорошего, чтобы в год лошади вы не пахали как лошадь, а были всегда на узде, чтобы на скаку, чтобы у всех было все хорошо. Мы вас очень сильно любим, ценим, дорожим каждым из вас. С Новым годом, друзья! Tabassumga burkansin dunyo, qordek bo'lsin oppoq dilingiz, bo'lsin qordek toza musaffo, qadam qo'ygan yangi yilingiz. Ура! И мы Rahmat. говорим спасибо и прощаемся с вами. До новых встреч! Будьте Rahmat. с нами! Yangi yilda ko'rishguncha. Nasib bo'lsa! Nasib.